Assalomu alaykum aka-ukalar, ishqibozlar, parvozlar. Esinglarda bo'lsa kirachi makonlarimiz sotilgan edi. Hammaning xabari bor, kanalga ham tushgan sotilgan paytida. Makonimizni o'zimiz olib keltirdik. Qaytadan. Jonim bor. O'zimiz yaxshi pulga qaytarib oldik makonni. Marhamatdan qaytib keldi. Akamizga ham katta rahmat. Bolalarni olibdi, yo'q demasdan makonimizni berdi. Kim bilan bo'lsa ham muomala qilsak, bardavom bo'lsa, hammamizni muomalamiz chiroyli bo'laversin. Aka-ukaligimiz yo'qolmasin, hammamizni omadimizni bersin. Xudo xolasa buni bolalari bir yildan keyin konsert qo'yadigan yutamiz. 1 yashar paytida bolalari bir yil o't qo'yib yubordi. Immunni shu makonimizni bolalari o'ta yomon urishdi bordi. O'ta yomon urishib bordi. Shuning uchun makonni aytib deb qaytarib oldik.